Salom do'stlar, men bugun sizlarga raid firma qurishni o'rgataman. Ya'ni Minecraftdagi eng kerakli bo'lgan totemni olishga yordam beradigan firma. Buning uchun ko'rib turganingizdek mana bunday bloklarni olib 217-balandlikkacha ko'tarilishi kerak. Va videoga like bosib obuna bo'lamiz. Mana inventarimizda bizga kerakli narsalar bor. Albatta bizga jitel ham kerak. Men uning ismini Kamron deb qo'ydim. Kamron bizga yordam beradi. Xo'sh, endi qurishni boshladik. Birinchi o'rinda bargni olamizda. Men ko'rsatganimda qo'yib chiqamiz. Qo'yilsangchi, qo'yil. Mana qo'yildi. Shu tarzda qo'yib chiqamiz. Hammasini ko'rsatganimdek qilinglar. Va balandligi ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Bo'lmasam ishlamaydi. Mana ko'rib turganinglardek, mana shu tarzda qo'yib olganimizdan keyin yana bir qator qo'yib olib, pastga bitta tushamiz. Faqat bittagina tushamiz-da, yoniga istaganlar tomonlarga, o'ngami, chapgami farqi yo'q. Men chap tomonga qildim o'zimdan. Ya'ni bitta blok qo'yamiz yoki bo'lmasam bu kerak emas, sizlar olib tashlanglar ham bo'ladi. Sandiq qo'yganimizdan keyin o'sha blokni sindiramiz, yoniga barglarni o'raymiz. Lekin bu ham boshqa narsa uchun kerak. Bunaqasiga xunini qo'yishga. Aqldan ozmayapman, birozdan ham o'zbekchasiga xuni bo'lar ekan. Mana shunaqasiga atrofiga qo'yib chiqamiz. Negadir qo'yilmayapti. Mana qo'yildi. Endi yana ikkitadan qo'yib chiqamiz. Shu bilan xunilarni ishi bitdi betdagi. Agar sizlar qiyinroq mexanizm qilsanglar ham bo'ladi bundan keyin. Lekin bundan oldin hammasini ko'rsatgandek qilishlar kerak. Blok qo'yib olamiz. Endi uni sindiramiz. Tepadagisi bilan atrofini o'rab chiqamiz. Aytgancha, bunaqa bloklardan tashqari turli xil boshqacha bloklar ishlatishlar mumkin. Agar xohlasanglar, xuddi shunaqasini ishlatinglar, ishlamasa. Endi 4 qavat ko'tarib olamiz. 1 2 3 4. Ya'ni mana 1 2 3 4 qo'l qiyshig'imi? 1 2 3 4 4 bitta qolib ketdi, yopib qo'yamiz. Shu tarzda hamma joyiga o'rab chiqamiz. Buzil. Tayyor. Xo'sh, hozircha ishlar yaxshi ketyapti. Jinursin. Buni sindiraman deb anetdagi bargni sindirib yubordim. Mayli, hech qisi yo'q. Endi bo'lsa mana shu holatga kelgandan keyin monetni to'g'irlaymiz. Agar xato qilmagan bo'lsalar, to'g'irlashlar shart emas. Demak, endi yon atrofiga mana shunaqa bloklardan qo'yib chiqib, sal dizayn beramiz. Xayolga kelgan narsani qurib tashlaymiz, faqat chiroyliroq ko'rinishi uchun. Xo'sh, mana bundoq. Keyin bundoq. Bundoq. Menimcha shu ko'rinishda yaxshi turibdi. Yo'q, kelar, tepadagi bir qavat oynani olib tashlaymiz. Anaqa tosh blok qo'yamiz. Mana birinchi qadam tugadi. Faqatgina birinchi qadam. Endi ikkinchi qadamga o'tsak ham bo'laveradi. Aytgancha, tepasi ochiq qolishi kerak. Endi bo'lsa nima qilamiz? Albatta kengaytiramiz, ya'ni mustahkamroq qilamiz. Chunki bu yerda buqalar ham qatnashadi-ku. Aynan ular paydo bo'lishi va mana shu yerga tushishi uchun bu yerni sal kengaytirish kerak. Mana yerda bir qatordan, bitta qismini ikki qatordan. Endi shu tarzda ko'tarib olamiz. Buni sizlarga ko'rsatmayman. Va mana shu oxirgi bloklarni qo'yamiz va mana bir deganda qilib bo'ldim. Yomon shoshqaloq bo'laman-da. Xo'sh, demak, endi monetaga ham xuddi shunaqasiga qo'yib chiqamiz. Bingo, mana tayyor. Endi yashil barglarni olishdan oldin mana yoqqa ham bir qator qo'yib chiqish kerak ekan, uzr. Hammasini men ko'rsatgandek qilayotgan bo'lsanglar, albatta bu raid firma ishlaydi. Mana men orqasini ham qo'yib oldim. Demak, endi barglar bilan ustini polni o'rab chiqamiz. Lekin yopib qo'ymaymiz mana bu teshik joyini. Bu meni ilk qurishni ko'rsatish videoyim. Shunga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bunga meni qancha mehnatim ketyapti.
Bu yerda nega barg ishlatyapmiz? Chunki barg ustida moblar paydo bo'lmaydi. Endi ikkinchi qadam atrofni yo'q, uchinchi qadam deganim atrofni yoritmaymiz. Mana bu yoqqa karimga bitta kichkinagina joy qilib beramiz. Bizga Red fermada yordam beradi. Xo'sh, bu yoqqa yotoqni qo'yib bo'lmaydi aytgancha barg ustiga. Aytgancha, JTL'da bu yoqqa qanaqasi olib chiqish kerak degan savollar bo'lsa, qayiqqa JTL'da o'tirg'izib, keyin o'sha qayiqni arqon bilan bog'lab olib chiqsanglar bo'ladi, bemalol. Bu ish beradigan narsa. Shaxsan o'zim sinab ko'rganman hardkorda. Agar istasanglar, keyingi video hardkor haqida bo'ladi. Endi atroflarini yopib chiqib, Karimni joyiga o'tirg'izib qo'yamiz. O Karim ko'zingga nima qildi? Bolalar tosh otdimi? Albatta. Xo'sh, demak, mana atrofini qurib chiqdik. Shu tarzda bo'lishi kerak. Karim, sen ish vaqtida uxlayapsanmi? Ey, tur, ishlash kerak. Mayli, bu o'zi kechasi bilan ishlayib oxiri gapimga ham kirmaydigan bo'lib qoldi. Demak, endi bizga bu narsalar kerak emas. Agar sizlar olib qo'yinglar. Endi qilichni olamiz. O'zi ham qilichni dahshatida meni qilichim. Ko'ryapsizlarmi? Qanday qilich? Demak, men yerda hozir men nima qildim? Hozir men eng zo'r qilichimni yo'qotdimmi? La'nati. Nega men eng zo'r qilichni tashib oldim? Buni tashishga 1 soat vaqtim ketgan. Mayli, demak. Boshqa oddiy qilichni olamizda. Mana bu suyuqlikni ichamiz va bizga red effekti beriladi. Mana ko'rib turganlaridek 24 soniyadan keyin reyderlar paydo bo'ladi. Ungacha kutamiz. Mana 2 soniya qoldi. Men vaqtni kesib tashladim bu yerda. Ana, ko'ryapsizlarmi? Reyd boshlandi. Qilichni qo'lga olib reyderlar ham yomon kutiladi. Mana reyderlar paydo bo'ldi. Endi ularni birma-bir chopamiz, o'ldiramiz. Ulardan narsalar pastga tushadi, ya'ni sandiqqa. Sandiqni ochib qarasak, turli xil buyumlar, qimmatbaho narsalar bor bo'ladi. Hozir sizlarga buni ham ko'rsatishim kerak. Mana ko'rib turganlaringdek hamma narsa bor. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xullas, keyingi qismlarda